Bu yangilik. Mana shu videoga bitta like bosib, kommentariyaga ixtiyoriy reaksiyani qoldirib, umra safariga kelayotgan do'stlaringizga yuborib qo'yib, xursand bo'lishingizga arziydigan ma'lumot. Xo'p, kecha vaziyatni bilasiz. Dunyo osmonida Eron holatlari, umuman Eron osmoni barcha reyslar uchun yopilganligidan ham xabaringiz bor. Ammo Toshkent shahridan kecha uchgan aksar reyslar umra safariga, ya'ni Saudiya Arabistoniga, Madina va Jidda shaharlariga bemalol hech qanday muammolarsiz qo'nishmoqda. Va hozirdan Safo Marva umra kompaniyasidan kecha uchgan komfort paket ham, standart paket ham bemalol xotirjam Jidda va Madina shaharlariga eson-omon qo'nib olishdi. Endi savol tug'ilishi mumkin: Eron osmoni yopilgan bo'lsa, qanaqa qilib kelishyapti? Trabzon orqali, ya'ni Turkiya hududida Trabzon orqali uchib, aynan shu hududlarga bemalol hech qanday muammolarsiz kelishmoqda. Va aynan hozir qo'ngan standart guruhimizdagi ziyoratchilar kelgan samolyotda ham boshqa ziyoratchilarimiz Toshkent shahriga qarab uchib ketishadi. Xavotir olmang, ko'nglingizni to'q qiling. Mabodo umra safariga kelayotgan yoki umra safaridan Toshkentga qaytayotgan yurtdoshlaringiz, yaqinlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bu videoni yuborib qo'ying. Obuna bo'lib qo'ying, sababi keyingi videolarda vaziyatni, ziyoratchilarning holatini ham yoritib ko'rsatib boraman. Ertalabdan Madina shahridan ajoyib yangilik bilan sizlarga murojaat bilan chiqayapman. Va bu yangilik, mana shu videoga bitta like bosib, kommentariyaga ixtiyoriy reaksiyani qoldirib, umra safariga kelayotgan do'stlaringizga yuborib qo'yib, xursand bo'lishingizga arziydigan ma'lumot. Xo'p, kecha vaziyatni bilasiz. Dunyo osmonida Eron holatlari, umuman Eron osmoni barcha reyslar uchun yopilganligidan ham xabaringiz bor. Ammo Toshkent shahridan kecha uchgan aksar reyslar umra safariga, ya'ni Saudiya Arabistoniga, Madina va Jidda shaharlariga bemalol hech qanday muammolarsiz qo'nishmoqda. Va hozirdan Safo Marva umra kompaniyasidan kecha uchgan komfort paket ham, standart paket ham bemalol xotirjam Jidda va Madina shaharlariga eson-omon qo'nib olishdi. Endi savol tug'ilishi mumkin: Eron osmoni yopilgan bo'lsa, qanaqa qilib kelishyapti? Trabzon orqali, ya'ni Turkiya hududida Trabzon orqali uchib, aynan shu hududlarga bemalol hech qanday muammolarsiz kelishmoqda. Va aynan hozir qo'ngan standart guruhimizdagi ziyoratchilar kelgan samolyotda ham boshqa ziyoratchilarimiz Toshkent shahriga qarab uchib ketishadi. Xavotir olmang, ko'nglingizni to'q qiling. Mabodo umra safariga kelayotgan yoki umra safaridan Toshkentga qaytayotgan yurtdoshlaringiz, yaqinlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bu videoni yuborib qo'ying. Obuna bo'lib qo'ying, sababi keyingi videolarda vaziyatni, ziyoratchilarning holatini ham yoritib ko'rsatib boraman.